Bu uchastkalarni ko'rib, odamlarni ko'zi quvnamasligi mumkin emas-ku, akalar, ko'rasizlar. Bir xilda yangi uchastkalar. Вообще gap bo'lishi mumkin. Mana qaranglar, akalar. Bir xilda yangi kottejlar. Вообще gap bo'lishi mumkin emas. Sergeli Xonobod, Sadoqat mahallasida, kottejniy garodok, Fayzli mahallada, akalar, 1.5 sotka yer maydoniga ega bo'lgan mana shu tayyor patkuch Yevro mebel texnika jihozlar bilan sotilayotgan uchastka topib qo'ydim. Ichkari tarafdan ko'radigan bo'lsak, hovlisiga bitta avtomashina bemalol sig'adi. Uchastkamizni fasadini ko'rasizlar. 1.5 sotka yer maydoniga ega bo'lgan, 4 ta xonasi plus oshxonasi joylashgan bo'libdi. Kiruvchi chap qo'ldagi binosini o'zida bitta katta zal, mehmonxona joylashgan bo'ladi. Zali tegishli podval joylashgan bo'libdi. Asosiy binoni ko'radigan bo'lsak, kiruvchi uzun xoll, xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. O'ng qo'lda birinchi xonamiz. Ayollarimiz uchun kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Полностью komplekt holatda mebel, texnika jihozlari bilan o'zini ovqatlanish joylariga ham ega. Bitta umumiy sanuzul joylashgan bo'ladi. Chap qo'lda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona joylashgan bo'lsa, uni yonginasida bolalar uchun yotoqxona ko'rishimiz mumkin. Orqa hovliga chiqsanglar ham bo'ladi. Oxirgi xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini sanuzuli bilan birga yangi kottej, hali egalari 1 yil ham yashashmagan. Narxi 105 ming dollar kelishiladigan joylar bor. Yevro mebel texnika jihozlari bilan, akalar, tayyor kiyim-kechak bilan kelasizlar, yashaysizlar. Pastdagilar nomeri savdolashib olsanglar bo'ladi.